Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yigitlar ish bor, ishlaysizlarmi? Qanday ish ekan? Hojatxona tozalash kerak. Lekin qo'l bilan chiqarib olish kerak. Yo'q, unday bo'lsa kerak emas. Nech pul kerak bo'lsa to'layman. Ishlaysizlarmi? Nech pul so'raysizlar o'zi? Hoy, yigitlar. Haligi yana keldi, kecha kelgan boradi-ku. Hojatxona tozalash kerak deydi hozir. Ish keldi yigitlar, bormaymizmi? Assalomu alaykum. Qalaysan uka? Yaxshi, rahmat. Ish bor. Qanday ish ekan? Hojatxonani qo'lda tozalash kerak. Roziman. Nima uchun rozisan? Ha, tushunarli. Men senda yigitni izlab yurgan edim o'zi. Mana buni ol. Bu mendan senga sovg'a bo'lsin. Ol uka. Yaxshi kunlaringga ishlatarsan uka. Rahmat sizga aka. Allohga ming shukr. O'zim izlagan odamni topdim. Ehsonni ham muhtojga yetkazdim. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyog'ingiz qanday shikastlandi? Avtohalokatga uchradim va oyog'imni sindirib oldim. Ha, Alloh saqlabdi-da. Shu kungacha biron kimga sadaqa berganmidingiz? Qanaqa sadaqa? Sadaqa berishga vaqt ham yo'q. Ish, tirikchilik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: sadaqa 70 ta baloni to'sadi. Alloh bergan boylikdan Alloh uchun ihson qilish kerak, birodarim. Do'stim, menga pul kerak. Onam kasallar. Dorilarga biroz pulim yetmayapti. Biroz pul berib tursang yaxshi bo'larmidi? Anavi tashqarida turgan yigitga necha pul yetmayapti? 15 ming so'm. Ha, hozir. Mana 15 ming so'm oling.
Iltimos, o'sha yigit kelib qolsa, dorilarni berib qo'ying. Ha, tushunarli. Hozircha pulim yetishicha dori olib turaman. Dorilaringizni bir odam to'lab qo'ydi. Yo'q-e? Sadaqa 70 ta baloni to'sadi. Rostdan ham to'ladimi? Ha, ketavering bemalol.